Hozir denolik qizlarga savol beramiz. Mebelchi bolaga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Agar ha desalar, Gold 3.7 mebeldan shu sovg'amizni beramiz. Assalomu alaykum. 5 minut vaqtingizni ajrata olasizmi? Agar mebelchi boladan sovchi kelsa, turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Turmushga chiqqan bo'lardim. Nima ahamiyati bor qanaqa kasbligini? Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Qanaqa sizga? Gold 3.7 mebeldan, mebelchidan qizingizga sovchi kelsa, turmushga bergan bo'larmidingiz? Qizim yo'q-da. Mebelchiga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Taqdir bizni chiqardim. Mebelchidan kesib berardik. Aha. Mebel tekin tushardi. Berardik. Gold 3.7 mebeldan sizga sovg'a. Ana, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Agar qizingizga Gold 3.7 mebeldan sovchi kelsa, bergan bo'larmidingiz? O'ylab ko'rishim kerakda. Sog' bo'ling. Agar qizingizga mebelchidan sovchi kelsa, bergan bo'larmidingiz? Yo'q. Beramiz. Ishli-ku, beshmas-ku. Mebelchilar yoqadimi sizga? Yoqadi. Chiroyli mebel yasaydik-ku. Mana bu sovg'a sizga Gold 3.7. Mebelchi bolaga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Ota-onangiz rozi bo'lsalar. Ha? Mehnatga shug'ullanib, baribir. Mana bu sovg'amiz sizga.